Qaynonam ichki kiyimlarimni onamga ko'rsatdi. Bir kun o'qishdan kelsam, uyim ag'dar-to'ntar bo'lib yotibdi. Ko'rib qo'rqib ketdim. Qaynonam orqamdan kirib, "Hozir onangizni chaqirtirdim. Nima bu ahvol? Qattan bundaqa uyatsiz kiyimlarni janjal qilishni boshladilar." Oradan yarim soat o'tgandan keyin onam keldilar. Pinyoar pijamalarimgacha onamga ko'rsatdilar. "Qizingizga qanaqa tarbiya bergansiz? Bunaqa kiyimlarni kiyib olib, o'g'limni yo'lda ozdirar ekan-de", deb baqir-chaqir qilishni boshladilar. Shu paytda juda ham etkim keldi. O'zi o'g'lingiz hunarlariga chidayotganim kammidi? Endi sizni tuhmatlaringizga ham chidashim kerakmi? Bu kiyimlarni hammasini o'g'lingiz e'tiborini tortish uchun kiymas. Ko'chadagi ayollarga qarab yuradilar. Hech qachon mendan ko'ynalari to'lmaydi deb shunaqangi etkim keldi. Lekin bir tarafdan o'zimdan uyaldim. Rostdan ham erim aytganidek, intim zonamdagi bu qora ish erim tugul o'zimga ham yoqmasdi. Necha marta janjal qildim. Mana bunaqa isqirt qora joylaringni tozalagin. Ayol kishining bunaqa joylari oppoq bo'lish kerak. Sanikini qara, hamma joying qorayib yotibdi. Bunaqa ayol bilan yotishga irganaman derdilar. To'g'risini aytsam, hatto kosmetologgacha bordim, lekin umuman rezultat ko'rmadim. Bu janjal sharmandagarchilikdan keyin qizli uyimga qaytib ketdim. Lekin o'sha kuni Instagram ko'rib o'tirganimda Muslimas Pheromons profilidan oqartiradigan yogurt kremi chiqib qoldi. Ishonmasdan u kremni olib ishlatib ko'rishni boshladim. Ishonsangiz 10 kunda rezultatini ko'rsatdi. Hamma qoragan joylarim oqarishni boshladi. Erim ko'rib hayron bo'ldilar. "Nima bola, tonalkalaringni surib olganmisan?" deb qoldilar. Agar shu gaplarimni video qilib chiqasangiz, juda ham ko'p ayollarga foydamiz teggan bo'lardi. Bir obunachim yozdilar. Agar siz ham shunaqa hech kimga aytolmaydigan intim zonalaringiz va tizzalaringiz qoraygan bo'lsa, rezultatini tez va zo'r tarzda ko'rish xohlasangiz, Muslimas Pheromons profilidan 100% original bo'lgan yogurt kremlarni topsangiz bo'ladi. Adelkasiga aldanib qolmaslik uchun originalni Muslimadan topasizlar.